40 million so'mga mana bu mashinani olib chiqib ketishimiz mumkin deb Bo'ladi. men katta ketdim. Aha. Sizga gapingizga binoan. Xo'p, endi bu mashinamizni qanday olib chiqamiz? Ehtiyot qismini qayerdan topishadi? Aka, mana China Motors ko'rsatasiz, mana China Motors. Ichida zapchastimiz bor, orqamizda servisimiz bor aka. Asosiysi bu mashina Jack mashinalari Samarqandda UzAvto Trailer zavodida terilyapti, yig'ilyapti. Metan tushadimi, propan tushadimi degan savollar albatta bo'ladi. Bemalol ko'nglingizni to'q qilib kelaveringlar, metan, propan tushadi. Agar o'zimizdan qildirsanglar o'shani 3 yil garantiya beramiz, o'sha garantiyaning ichida bo'ladi. China Motors kelganmiz. China Motors bilasizlar, Jack'ni rasmiy dilerligini olgan. Mana bu mashinani 40 million so'm pulingiz bo'lsa, olib chiqib ketishingiz mumkin ekan. Kreditga emas, avtolizingga shuni olib chiqib ketishingiz mumkin ekan. Assalomu alaykum Miroj, qanaqasiz? Sog'liq yaxshimi? Bugun bizga menejerimiz Miroj shu haqda ma'lumot beradi. To'g'risi bu mashinalar jicha tortilib qolyapti, yetkazolmay qolayotganda sariyog'dek ketib turgan mashinalardan bittasi. Videoni diqqat bilan shoshilmasdan xotirjam ko'rsanglar, xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum, Mega Dunyo telekanali. Xo'p, endi mashinalarimizga keladigan bo'lsak, грузовой, ya'ni yuk ko'tarishi 2 tonna 80 kilogacha ko'taradi bu mashinamiz, akalar. Xudo xolasa bu mana бортовой varianti, tent varianti va furgon varianti. Uchalasidan mavjud bizlarda. 3 xil variantda bor. Shunday. Endi to'g'risida hali arzon haligida summada chiqadigan mashinaga hamma qiziqadi birinchi o'rinda. Keling shu summani aytishdan oldin bitta imkoniyatlarini, motorlarini, hamma yog'ini tanishtirib o'tib ketaylik. Muhammad Zokir aka juda ham yaxshi savol berdingiz aka. Bu mashinamiz avvalambor Toyota motori qo'yilgan bunga aka. Ishimiz bo'yicha 2 atmosferli motor Euro 5 atmosferaga loyiq aka. Euro 5 ga o'tadi. Euro 5 motor. Demak, ekologik, toza, bemalol olsa bo'ladi. Xo'p, mashinamiz aka желательно 92-95 benzin qo'yiladi aka. Bu mashinamiz aka kitobi bo'yicha qarasak 147 ta ot kuchiga ega aka. Xo'p, o'rindiqlar soni aka 3 kishilik bo'ladi. Agar ichini ko'rsatsangiz tushunarli bo'ladi. 3 kishilik bo'ladi. Hozir bitta bemalol qo'yganmiz. Ketishi mumkin. Shunday, kitobda ham 3 kishi deb yoziladi aka. Xo'p, o'lchamlarga keladigan bo'lsak, uzunligi ichidan hisoblaganda 3.10 bo'ladi. 3.10. Eniga 1.66 bo'ladi aka. Sherina. Xo'p, endi aka kitobida 2 tonna 80 deb yoziladi. Mana Vinkodan pastdan qarasanglar aka, mana Vinkodan ko'rsatamiz. Birkasini ham bahonada ko'rsatib. Vinkodan pastida aka, qarang. 25.05 deb yozilgan. 3.5 tonnagacha oladi aka, mana shu pastiga bemalol ko'rsatishingiz mumkin aka. 3.5 tonnagacha oladi mashinamiz. Endi aka ichki holatiga kelsak, bu mashinamizning eng zamonaviy ABS va tormozlari, airbag podoshkalar aka, konditsioner, pechka va boshqa ko'plab xususiyatlarga ega aka. Endi Muhammad Zokir aka, bu mashinamiz ofitsial diler bo'lganimiz uchun 3 yil garantiya motorlarga, ходовойga aka, keyin 100 ming probegiga garantiya beramiz. Ana shunaqa. 100 ming yoki 3 yilga garantiya beriladi. Qaysi biri birinchi tugasa, shunda to'xtaydi. 2 yilda 100 ming yurib qo'ysangiz 2 yilda tugaydi yoki bo'lmasa 3 yil yurdingiz, lekin 100 ming yetib bormadi, 3 yilda to'xtaydi. O'rtoqlar, bu mashinaga metan, propan ham bemalol tushaveradi. Miroj o'zi ham juda ham yaxshi biladi. Bu savollarga har kuni savollarga javob beradi. Metan tushadimi, propan tushadimi degan savollar albatta bo'ladi. Bemalol ko'nglingizni to'q qilib kelaveringlar, metan, propan tushadi. Agar o'zimizdan qildirsanglar o'shani, ana shu hammasi, ya'ni dokumentalni deb qarasak, hujjatlari 3 yil garantiya beramiz, o'sha garantiyaning ichida bo'ladi. Agar o'sha ko'rayotgan joylaringiz ham, misol uchun biz beramiz garantiya desa, o'sha joyda ham qo'yishlaringiz bemalol mumkin. Qaranglar. Hozir bunga любой joydan boshqa yerdan metan o'rnatsanglar, buni garantiyasi kuyadi. Shuning uchun o'zlarining servislari bor, metan, propan uстановка qiladigan. U yerdan qilsanglar 3 yillik yoki 100 minglik probeg garantiya o'z o'rnida qoladi. Yoki bo'lmasa siz qo'ydirgan joydan garantiyani talab qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni o'zi tan narxi qancha turibdi? Mana Shirokga olsangiz aka 248 ming 640 ming бортовой. 2 million, 248 million 248 ming 640 ming бортовой. Mana endi tent varianti. Yoqig'i 255 million 360 ming so'm narxi. 255 million 600. Furgon varianti 275 million 520 ming. Ko'ryapsizlarmi? Bor. Xo'p, 3 xil variantda bor. Siz xohlagan variantni olib ketishingiz mumkin. Endi har Prantovardan yana yangilari keladi aka. Mana hozir bu
24-yil 12-oy qolgan aka. Ha. Ertaga inshaalloh bundan bir 5 dan 6 ta keladi pronta bor, yangilari. Ha, 2025-05-oy chiqqani. 24 ham olaman desangiz kelavering. Bor. Endi уже 25lari maslar o'sha tandirdan hozir chiqqanlari ertaga уже yetib keladi. Inshaalloh. shunday. Frontovarni ham bo'ladi. Endi videoni boshiga qaytsak, 40 million so'mga mana bu mashinani olib chiqib ketishimiz mumkin deb Bo'ladi. men katta ketdim. Aha. Siz gapingizga binoan. Xo'p, endi bu mashinamizni qanday olib chiqamiz? Avvalambor buni biz lizing qilamiz. Lizing kompaniyasida bizlar borasizlar. Xudo xolasa bir kun ishimiz bitadi. Sug'urtasi hammasi ichida shu 40 million atrofida bo'ladi, plus Aha. minus. Xo'p, agarda shu 45-50% boshqa to'lov qilsa, mashina o'zi nomiga o'tadi. Ya'ni Ha. kompaniya nomida emas, Aha. o'zi nomida. Xo'p, mana shu Qarang, to'qib hozir kelasizlar. 40 million pul bilan kelsa, lizing kompaniyani nomida turadi. Aha. To'lab bo'lgandan keyin mashinani O'zini nomiga o'tadi. to'liq to'lab bo'lingandan keyin Shunday. o'zini nomiga o'tkazib berishadi. Shunday. Agar 50% oldindan to'lov qilsa, qolganini to'laveradi, lekin mashina o'zini nomiga chiqadi. Aka, to'g'ri tushundingiz. Qarang aka, avvalambor Muhammad Zokir aka mashinamizda o'sha bo'lgan vaqtimizda, ya'ni lizing kompaniyasi bo'lgan vaqtlari o'zlarining uslubi, o'zlarining grafiklarini, ya'ni Ha. tuzib beradi aka. Oylik to'lovi aka har xil chiqadi. Ha. Mana 1 yilni 6 yilgacha beradi Aha. lizing. Endi aka qarang, misol uchun klientga keladi 3 yillik olaman deydi, Ha. 4 yillik olaman deydi aka. Uni misol uchun to'lov qilib boshiga shu 40 million to'lov qilyapti, qurbi yetguncha. 1 yilda ham olib borsa bo'ladi aka. Ha. Shunaqa klientlar ham borda, ba'zida Aha, ikkilanib to'g'ri, qoladi, to'g'ri. qanday bo'ladi keyin, foiz oladimi? Yo'q. Boshlang'ich to'lov 15% bo'ladi, и годовой stavkasi 15 dan hisoblaydi. Ha. Endi aka bizlar bank temasiga kelsak. Aha. Bank temasiga kelsak aka, mana 25% boshlang'ich to'lov bo'ladi. Hop. U endi 62 million 180 so'm bo'lyapti. Aha. Plus minus aka. Endi uni o'zgarish sug'urtasi bor, 3 million qanchadir, endi 3 million 10 million atrofida bo'lsa ham 66-67 million bilan gruba говорят shu bitib ketadi ishlaringiz aka. Bank orqali bitadi. Agar bank orqali qilsanglar, Aha. lutchi lizing qilganingiz yaxshi deb hisoblayman. Ha, qo'ng'iroq qilishadi. Sizlar menejerlarga tushasizlar va menejerlar sizlarga atido yana ma'lumot Shuncha berishadi. berishamiz, da. Meni 50 million yoki 60 million pulim bor. Lizing olmoqchiman yoki kreditga olmoqchiman. Naqd pulingiz bo'lsa, shuni keling, to'laysiz. Bankda pul shotlarda pul ko'rinadi, shu spravkani olib, xudo xolasa ketaverasizlar. Shunday. Undan muammo yo'q. Narx-navolarni ham tanishtirib aytib o'tib ketdik. Endi bir qandaydir bir skitka ham qilib beraveramizmi? Skitka bo'ladi. Xudo Endi xohlasa. qanday bo'ladi? Misol uchun polik qo'shib berishimiz mumkin. Ha? Akalar jelatinli misol benzin qo'shib berishimiz mumkin. Endi Hop. bu o'zining menejer nomidan Aha. chiqib beriladi. Tushunarli. Shunday. Bemalol. Albatta bu virtual raqam, ekranda turgan nomer, telefon qilasiz, sizni bosh menejerga bog'lab berishadi, o'sha menejer bilan gaplashib, sizni ishingizni maksimalli bitirib beradi. Bank sohasi bo'yicha, lizing sohasi bo'yicha ham sizga ma'lumotlarni berishadi. Endi Miroj, u siz aytib turgan lizing kompaniya ishonchlimi? Cho'tta bizni xalqimiz lizing kompaniyadan ozgina kuyib qo'ygan joyi bor. Ishonchli bo'lish kerak. Xo'p, aka, endi qarang, avvalambor ishonch degan narsa tug'iladi, to'g'ri, lekin men o'sha mijozlarni o'sha kompaniyani oldiga olib boramiz aka, Ha. hammasi gрамотно, Ha? ko'rishib, gaplashib, Hop. bemalol aka. Agar misol uchun ko'ngillari kelsa, misol ishonch hosil qilsa-da aka, Aha. bemalol o'sha lizing qilishlari mumkin. Biz Demak- majburlamaymiz aka lizing qiling deb. Demak, mana sizlarga tavsiyani berishadi, lizing kompaniyaga olib borishadi, surishtirasizlar, tekshirasizlar, ma'qul bo'lsa olasizlar, bo'lmasa majburlanmaydi. Просто bu taklif. Xohlasanglar naqdga olinglar, iloji bo'lsa naqdga olganinglar asal, naqd asal bo'ladi avtokreditdan, lizingdan ko'ra. Shunday. O'rtoqlar, lekin 40 million bilan olib chiqib ketib, misol biznesi bor, ozgina puli oz, Aha. 100 million, 50 million, 60 million pulni sal muammo bo'ladi, 40 million puli bor, Aha. olib chiqib ketib, bir yilda uzib yuborishga Bo'lmasamchi. biznesmenlar uchun juda ham Bo'laveradi. yaxshi variant bo'ladi, o'rtoqlar. Bo'laveradi aka. O'rtoqlar, telefon qilinglar, sizlarga to'liq yana ham ma'lumotlarni berishadi. Keyin Miroj, buni baribir garantiyasi borlikka bor, mayli, xo'p. Mabodo hali garantiyadan chiqib ketadiganlar bo'ladi-ku. Mhm. Borib o'zimizdan arzon gaz qo'yaman dedik, chiqib ketdi. Buni ehtiyot qismini qayerdan topishadi? Aka, mana chanamotriz ko'rsatasiz, mana chanamotriz. Ichida zapchastimiz bor, orqamizda servisimiz bor aka.
bartaraf qilamiz. Muammo yo'q unda. Shu yerda servis ham bor, zapchaslari ham bor. Buni zapchasidan o'ylanishdi. Hojati yo'q. Hojati yo'q, qo'rqmaymiz. To'g'ri tushundingiz. Ehtiyot qismlari ham bor. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. O'rtoqlar, Kia Bongo, Hyundai Porterlar bilan bemalol bahslashaveradi, yuk ko'taradi va ulardan ko'ra yukni ham ko'proq oladi. Narxi ham arzon, yangi mashina, kafolatlangan 3 yil yoki 100 ming probeg kafolati ham bor. Shunday. Nima dedingiz, Meroj? Endi men tavsiya qilardim shu sizning kanalingizga obuna bo'lishini, odamlar avvalambor. Kelinglar, olinglar, misol haydab ko'ringlar. Lutchi misol YouTubedan ko'rasizlar, aka, misol baribir kelib jonli haydagan yaxshimi deyman-da. To'g'ri. Kelib bitta test drive qilib, ko'zi bilan ko'rib, balonlarini tepib ko'rib, metallarni ko'rib yaxshi bo'ladi. Anaqa qilsanglar, eng asosiysi bu mashina Jack mashinalari Samarqandda UzAvto Trailer zavodida terilyapti, yig'ilyapti. UzAvto Trailerni ishi yomon bo'lmaydi. Chunki u o'ziga yarasha brendiga, o'ziga yarasha nomi bor. Uni yomon otliq qilib qo'yishga hech ham yo'l qo'ymaydi. Biz zavodni ko'rganimizda juda ham tekshiruvlar zo'r bo'ladi, polni tekshirib chiqarishadi. Bemalol kelib ko'rib olishingiz mumkin. Olib, mashinadan xarid qilib, haydab, baraka topganlar bo'lsa bitta kommentariyaga yozinglar, qolganlar ham olishi uchun qolamiz. Assalomu alaykum avtosaloniga. Hammaga assalomu alaykum. Ehtiyot qilinglar o'zlaringizni. O'rtoqlar, shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.